Doya xalfa. Topdim. Bunisi kim? O'ynang, o'ynang, o'ynang. Kim ekan bu? Sumbul. Yana bir marta ko'rsatgin. O'ynang, o'ynang, o'ynang. Nega Xurramsiz umuman hayoti yo'q? Qalbining yo'ldoshini, hayotining muhabbatini yo'qotish qanday bo'ladi? Ranglar bor edi. Ovozlar, qo'shiqlar bor edi. Ba'zan shunday onlarimiz bo'lardiki, olov sochlaridan ushqunlar sochiladi. Ko'zlarida yulduzlar ko'rinardi. Butun dunyo nurga to'lardi. Jumlai olam bir yurak bo'lib tomirlarimizda oqardi. Endi hech qanday rang